Sun'iy intellekt hozirgi kunda ko'p kasblarni egallab bormoqda, lekin shular orasida shunday kasblar borki, ularni inson bajargandek boshqa hech kim bajara olmaydi. Bular qaysi kasblar? Ijodiy kasblar, yozuvchi, rassom, bastakor, rejissyor. Sun'iy intellekt chiroyli matn yozib, musiqa yaratishi mumkin, lekin insoniy his-tuyg'u va hayotiy tajribaga ega bo'lmagan sari yurakka yetib bormaydi. Psixolog va koachlar maslahat berish oson, lekin inson dardini chin yurakdan eshitib, tushunish qobiliyati faqat insonda bo'lishi mumkin. Hunarmandlar, qo'lda ishlaydigan zargar, ta'mirchi va naqsh ustalari, ularning ishi har doim noyob. Sun'iy intellekt buni maromiga yetkazib, andaza bilan qila olmaydi. Mas'uliyatli kasblar, shifokor, yurist, o'qituvchilar, bu sohalarda faqat bilim yetarli emas. Ishonch, yurak va qaror katta o'ringa ega. Rahbarlar, siyosatchilar, tadbirkorlar sun'iy intellekt hisoblaydi, lekin intuitsiya, risk va motivatsiya bu insonga xos kuch. Sun'iy intellekt bizga katta yordamchi bo'lishi mumkin. U tez fikr yuritadi, ma'lumotlarni qayta ishlaydi, hatto ba'zida maslahatlar ham beradi. Ammo hayot faqat tezlik va algoritmlardan iborat emas. Ijodkorlik bu qalbdan chiqadigan ilhom. Mehr bu insonning yuragida yashaydigan va yurakdan yurakka o'tadigan tuyg'u. Sezgi bu faqat odamga xos bo'lgan ichki ovoz. Yozuvchi, rassom, ustoz yoki shifokor kabi kasblar bu faqat bilim bilan emas, qalb va tajriba bilan amalga oshiriladi. Sun'iy intellekt yordamchi bo'ladi, ammo inson bu hayotning asl ijodkori. Shuning uchun kelajak texnologiyalarga emas, insonlar yuragi va ongiga bog'liq bo'lib qoladi. Texnologiya bu faqat qurol. Uni qanday ishlatish esa inson qo'lida.